O'sha noinsofning taqdiri nima bo'lgan? 2005-yilning 3-sentyabrda O'zbekiston milliy terma jamoasi futbol tarixidagi eng janjalli uchrashuvlarning birida qatnashishga majbur bo'lgan. O'sha o'yinda yaponiyalik hakam oddiygina futbol qoidalarini unutib qo'yganday bo'lgan. Xo'sh, bu hakam o'zi kim bo'lgan va bu uchrashuvdan keyin uning taqdiri nima bo'lgan? Demak, Toshimitsu Yoshida 1963-yilda Yaponiyada tavallud topgan. Bosh hakam sifatida 1993-yildan beri faoliyat yuritgan. 2000-yilda esa u xalqaro hakamlik statusini qo'lga kiritgan. Eng qizig'i, bizning Bahraynga qarshi uchrashuvimizdan 1 yil oldin 2004-yilda u Yaponiyaning eng oliy ligasida, ya'ni J-ligada yilning eng yaxshi hakami deb tan olingan. Qizig'i, yilning eng yaxshi hakami oddiygina vaziyatlarda futbol qoidalarini unutib qo'ygan. O'sha o'yindan keyin esa Osiyo futbol konfederatsiyasi uni elita hakamlar ro'yxatidan chiqarib tashlagan. Yaponiya futbol assotsiatsiyasi uni 2-liga, ya'ni J-liga 2 ga yuborgan. Lekin u tez orada qaytib kelgan. Sovetskiy sport nashri xabar berishicha, u o'sha yilning oktyabr oyidayoq, ya'ni 1 oydan keyin J-liga 1 ga qaytarilgan. Unga deyarli hech qanday jazo qo'llanilmagan va 2008-yilda J-ligada 2-marotaba eng yaxshi yilning hakami deb tan olingan. Faoliyatidagi eng so'nggi nufuzli uchrashuv 2012-yildagi Imperator Kubogi finali bo'lgan. Janob Toshimitsu Yoshida, insofingizni nechta pulga sotgansiz? Bu bizga haligacha qiziq.